Assalomu alaykum barchaga. Всем здравствуйте, rебята. Ko'pchilikka va'da bergan, aynan rus tilida ishlatiladigan 7 ta gap formulalari haqida bugungi darsimiz bo'ladi. Diqqat bilan eshiting, aytilgan vazifalarni bajarsanglar, albatta rus tilida gapirishni boshlaysizlar. Va juda ko'p o'zbeklarning muammosi nimada? Nimaga rus tilida gapira olmaydi? Bu lug'at yodlaydi, tushunadi, lekin gapira olmaydi. Вроде бы bunday so'zni ko'rsa tarjimasini biladi, eshitsa tushunadi, lekin javob qaytarishga kelganda уже jim bo'lib qoladi. Ya'ni javob bera olmaydi. Natijada qanaqa xayollar keladi? Men rus tilida gapira olmasam kerak, ya'ni rus tilini aytib o'rganish kerak edi, bo'ldi уже vaqt o'tib ketdi, endi hech qachon o'rgana olmayman deb chala-chulpa o'rganib nimadirlar qilib yuradi. Sizlarga xush xabar aytmoqchiman. Aynan siz rus tilida gapira olasiz. Qanday qilib deysizmi? Bugun mana shuni sizlarga ko'rsatib beraman va isbotlayman. Bugungi darsimizda, aynan bugungi shu darsda sizga nimalar haqida aytaman. Birinchisi, bu ruscha gapirish uchun 7 ta formula beraman. Rus tilida aynan gapirib ketishingiz uchun начальный, eng muhim formulalarni beraman. Keyingisi, formulani hayotda ishlatishni o'rgataman. Ya'ni не просто bilasiz uni ishlatishni ham boshlaysiz. Shu darsni oxirigacha o'tirsanglar, конечно же, bonus bo'ladi. Ya'ni shu aytganimdek, bugun 7 ta formulani beraman, formulani hayotda ishlatishni ko'rsataman va mashq qilish uchun maxsus ilova haqida ham sizga aytib o'taman. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, ismim Zamira, 10 yillik tajribaga ega ustozman. YouTube'dagi darslarim milliondan ortiq insonlar ko'rgan, mingdan oshiq o'quvchilarim bor. Onlayn, offlayn har xil formatlarda darslarni o'tib ko'rganman va tajribaga egaman. Video oxirida sizda nima bo'ladi? 50% kundalik suhbatlar qanday qurilishini bilib olasiz, ya'ni на чем основывается-da. Lug'atlar to'plamiga ega bo'lasiz va, конечно же, ilova haqida aytib beraman va ilovani ham olasiz. Aynan bugungi darsning oxirida shu bo'ladi. Eng muhimi bu yerda til asosan amaliyotda o'rganilishini bilishingiz muhim. То есть без практики вообще невозможно. Ko'rganingizda, mana oxirgi 1 yil deylik, xo'p, yarim yil deylik, men o'quvchilar bilan ishlab ko'rib, aniq shunga ega bo'ldim. Уже bizning rus tili darajamiz O'zbekistonda ancha oshgan. Chunki oldin даже rod, oddiy mavzularni bilmasdik. Hozir esa уже ko'pchilik grammatikani zo'r biladi, ya'ni bazaviy bilimga ega, lekin уже razgovorga kelganda to'xtab qolyapti. Bu ham bizning bir yutug'imiz, chunki oldin bu ham yo'q edi. Endi как раз taки shu amaliyotga o'tishimiz kerak. Undan oldin doim faqat rodni yodla, fe'l bunaqa dirdik. Endi как раз taки amaliyotga urg'u berish payti keldi. Вот. Сразу o'sha 7 ta formulaga o'tamiz. Rus tilida gapirish uchun 7 ta formula. Birinchi formulamiz мне нужен, ya'ni menga kerak. Nimadir kerak bo'lsa, rus tilida o'sha мне нуженni ishlatasiz. Birinchi formulamizda faqat rodiga qarashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizga qaramaysiz, nima kerakligiga qarab ishlatasiz. Masalan, мне нужен врач, telefon, переводчик. Ko'rganingizdek, buni uchalasi мужской род. O'shaning uchun umumiy qilib мне нужен врач, telefon, переводчик. Женский род bo'lsa мне нужна deysiz. Именно a ga urg'u qilish muhim. Bu yerda talaffuz ham сразу aytib o'tib ketaman. Мне нужна помощь, мне нужна вода, мне нужна книга deb ishlatasiz. Средний род so'zlari bo'lsa мне нужно место. Bu yerda o почти talaffuz qilinmaydi, e'tiborli bo'ling. Мне нужно место deb ishlatasiz. Ya'ni birinchi formula bo'yicha nima kerakligiga qarab мне нужен, нужна, нужно deb ishlatasiz. Bu yerda eng asosiysi talaffuz. Shunga e'tiborli bo'ling. Ikkinchi formulamiz bo'yicha я хочу, ya'ni men xohlayman. O'zingizni xohishingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, я хочу ni ishlatasiz. Bu yerda eng muhimi, nimadir xohlasangiz, просто o'zini aytasiz, я хочу там кофе, я хочу там pоработать debda fe'lga nisbatan fe'lni o'zini qoldirasiz. Я хочу домой, я хочу узнать, я
я хочу попробовать, я хочу там pоработать, я хочу spать deb bemalol ishlatasiz. Biz bu yerda fe'lni o'zgartirmaysiz, o'zi qoladi. Shu qaranglar, birinchi, ikkinchi formulani berdim. Birinchi formulani nimadir kerak bo'lsa, menga нужна deysiz. Bu yerda rodga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Agar rod mavzusida sal savollaringiz bo'lsa, Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. U yerda ma'lumotlar bor. Uchinchi formulaga o'tamiz. Uchinchi formulamiz можно, ya'ni mumkinmi? Ya'ni so'ramoqchi bo'lsangiz, можно войти, можно спросить, можно оплатить картой, или там можно посмотреть, можно помочь. Bu yerda ham ko'rdingiz, можно bilan просто fe'lni o'zini qo'yasiz. Nimadir mumkinmi deb so'ramoqchi bo'lsangiz. Bu yerda fe'llarga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Fe'llar bo'yicha ham mavzular bor. Umuman Telegram kanalimda juda ham ko'p ma'lumot bor, kirib ko'rishingiz mumkin. To'rtinchi formulamiz bo'yicha где находится. Ya'ni qayerda joylashgan deb so'ramoqchi bo'lsangiz, где находится ni ishlatasiz. Bu yerda ham oson. Qayerni aytmoqchi bo'lsangiz, shuni aytasiz. Ya'ni где находится metro, где находится bank, где находится школа, где находится остановка deb ishlatasiz. Eng asosiysi bu yerda sizni уверенностingiz juda ham muhim. Ya'ni o'zingizga ishonchingiz. Где находится остановка, где находится metro deb bemalol talaffuz qilishingiz mumkin. То есть bu yerda вроде бы oddiy gap, ana где находится. Lekin shu ko'chaga chiqqaningizda даже shu ham kelmay qoladi. Payt kelganda javob bera olmay qolasiz, so'ra olmay qolasiz. O'shaning uchun praktika muhim. Mana formulani ko'rdingizmi? Ovoz chiqarib, takrorlab, baland ovozda birinchi очередda, ya'ni birinchi navbatda siz o'zingizni eshitishni o'rganishingiz kerak. Chunki ko'pchilik даже o'zini talaffuzini, o'zini ovozini eshita olmaydi. Mana shunga e'tiborli bo'ling. Keyingi formulamiz сколько стоит. Bu yerda ham talaffuzga e'tiborli bo'ling. Сколько, ya'ni сколько emas, da, сколько стоит. Qancha turadi? Ya'ni nimanidir narxini bilmoqchi bo'lsangiz, сколько стоит кофе, сколько стоит билет, проезд, или это куртка, это вода deb ishlatasiz. Сколько стоит. Ya'ni nech pul demoqchi bo'lsangiz. Keyingi formulamiz я не понимаю. Lekin buni juda ko'pchilik sal ishlagisi kelmasa, erinchoqlik qilsa ham ishlatib yuboradi. Просто я не понимаю deb qo'yadi и всё. Buni juda ham prям real tushunmagan paytingizda ishlatishingizni so'rayman. Chunki o'quvchilarning orasida ham shu narsa bor. Jo o'ylagingiz kelmasa, я не понимаю deb yuboradi и всё. Из-за этого, пожалуйста, не ленитесь. Erinmasdan real tushunmagan bo'lsangiz buni ishlating. Я не понимаю по-русски, например. Ya'ni men rus tilini tushunmayman. Я не понимаю вопрос. Я не понимаю тебя, я не понимаю вас deb ishlatishingiz mumkin. Ya'ni nimadir realni tushunmagan bo'lsangiz, bemalol я не понимаю ni ishlatasiz. Keyingi formulamiz давайте. Ya'ni qaysidir ishga undamoqchi bo'lsangiz, давайте ni ishlatasiz. Например, давайте начнем. Kelinglar boshlaymiz. O'zbek tilida kelinglar, da, kelinglar, если так посмотреть. Давайте пойдем или давайте посмотрим, давайте попробуем. Bu yerda e'tiborli bo'ling, fe'lni мы shaklida qo'yapmiz, ya'ni biz. Chunki kelinglar deb umumiy hammaga aytasiz. Давайте пойдем, давайте попробуем, давайте посмотрим deb umumiy qilib aytganingiz uchun. Va qaranglar, mana shu 7 ta formula вроде бы oddiy ko'rinadi deb o'tganimdek, lekin o'sha payt kelganida ishlata olmay qolamiz. Nimaga? Chunki praktika yo'q. O'qisangiz tushunib turibsiz, давайте попробуем yoki там я хочу там что-то или мне нужно deb. Uni bilasiz. Lekin siz o'tirib, ovoz chiqarib, realni praktika qilmaganingiz uchun real hayotda qo'llashingiz qiyin. Shuning uchun sizlarga maslahatim, mana shu 7 ta formulani olasiz, prям har birini ovoz chiqarib kerak bo'lsa 10 marta, 20 marta, 30 marta jinnicha mashq bo'lishi mumkin siz uchun. Bir qanaqadir bemaqsad ishga o'xshaydi, no. Mana shu 10 marta, 20, 30 marta kerak bo'lsa har bir o'sha gapni, har bir formulani takror aytganingizdan keyin birinchi navbatda o'zingizni eshitishni o'rganasiz, o'zingizdan uyalishni to'xtatasiz, ya'ni уверенность oshadi va bemalol shu hayotda qo'llay olasiz. Bu yerda qisqa qilib aytib o'tdim, lekin mana sizlarga bonusim bor deb aytganimdek, har bitta formulaga 30 tadan misol yozib qo'yganman tayyorlab. Buni hammasini Telegram kanalda olishingiz mumkin. Ya'ni umumiy 210 ta lug'atni o'sha PDF-ni olish uchun mana shu Telegram kanalga o'tishingiz kerak bo'ladi. Misollar bor, bemalol ko'rib, ha, bunaqasiga ishlatsa bo'lar ekan yana deb ko'rishingiz mumkin bo'ladi. То есть
Вам остается только реально зайти, скачать и посмотреть. Ну, конечно же, практиковаться. Ya'ni sizlarga faqat shu ko'rish, kirib, Telegram kanaliga uni skachать qilib, yuklab olib, praktika qilish, ya'ni amaliyotda qo'llash faqat sizga qoladi. Ну и, конечно же, xulosa qilib aytganda, siz har bitta formulani yodlaysiz, kundalik vaziyatda ishlatasiz, takrorlaysiz. Ну и, конечно же, shu bilan natija bo'ladi. Endi juda ko'pchilik so'raydi, rus tilida qanaqa gapirib ketsam bo'ladi deb. Ya'ni rus tilida gapirtirib, prям реально gapirish uchun gapirtiradigan в целом bitta sir bor ekan. Nima deb o'ylaysiz? Вообще izohlarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Siz uchun rus tilida gapirish uchun qanaqa bir sir bor? Prям stop qilib yozishingiz mumkin. Dальше aytib o'taman. Va bu sir kunlik mashqlar. Вроде бы hamma bu narsani biladi, har kun qilish kerak deb. Но eng muhim siri shu. Lekin hech kim qilmaydigan, juda ko'pchilik точнее. Вот. Kunlik mashqlar aynan rus tiliga любой narsaga, конечно же, tegishli bu narsani aynan rus tilida biz o'zimiz sinab ko'rdik, real amaliyotda qo'llab ko'rdik. Mana shu yarim yil davomida aynan har kunlik mashqlarning ustidan men har xil formatda ishlab ko'rdim. Real ishlaydigan narsa kunlik intizomli mashqlar. Keling sizlarga kunlik mashqlarni aynan grafikda ko'rsatib beraman. Diqqat bilan kuzatib boring. Ya'ni aynan har kuni shug'ullanadigan bo'lsangiz, qancha muddatdan keyin siz gapirishni boshlaysiz, ya'ni natijaga chiqasiz. Mana birinchi ko'rishingiz mumkin. Siz maqsadlarni qo'yib, bo'ldi endi rus tilida gapirib ketaman, там, не знаю, сразу hammasi o'xshaydiman deb boshlaysiz. Har kuni reально shug'ullanishni boshlaysiz. Birinchi hafta o'tadi, ikkinchi hafta o'tadi. Sizda вот такая вот радость есть, ya'ni bo'ldi qilaman degan narsa bor. Но, конечно же, 2 hafta o'tgandan keyin 15 kun примерно уже shug'ullanyapsiz, natija yo'q. Ya'ni prям siz xohlagandaqa gapirib boshlamayapsiz. O'sha payti nima boshlanadi? Конечно же, demotivatsiya, ya'ni siz ko'pchilik taslim bo'ladi mana shu holatda. 15 kundan beri men qilyapman-ku mana. Chunki men har xil o'quvchilar bilan ishlab ko'rganman. Realni bu biz odamimiz normal. То есть 15 kundan keyin boshlanadi. Всё, o'xshamayapti, значит menga emas ekan, bo'lmas ekan bu narsa. Deydi-da, tashab qo'yadi. Grafikga qaraydigan bo'lsangiz, именно o'zgarish nuqtasi в основном birinchi oydan keyin ko'rinadi. Da, birinchi oydan keyin zo'r gapirib ketmasligingiz mumkin, reально nositellarga o'xshab, но уже nimadir o'xshashni boshlaydi. Reально qaysidir joyda talaffuzingiz chiroyli chiqadi, qaysidir iborani bilasiz, qaysidir joyda javob bera olasiz. Ya'ni sal bo'lsa ham o'sha aysbergning uchi bor-ku, o'sha ko'rinadi. И вот то есть здесь вы начинаете хотя бы замечать, da, ya'ni o'sha qilingan natijalar sal ko'rinishni boshlaydi. Sekin xursand bo'lasiz qaysidir joyda. 3 oyga keladigan bo'lsa, уже mana ko'ryapsizlar, grafik bo'yicha o'sib ketyapti. Ya'ni 1 oydan keyin sekin-sekin natijalar ko'rinishni boshlaydi. 3 oyda, конечно же, yana ham ko'proq bo'ladi. Faqat bu degani intizomli har kunlik mashqlar qilsangiz, mana 1 oydan keyin sekin-sekin o'shani natijasini olishni boshlaysiz. Keyingi grafikga qaraydigan bo'lsak, конечно же, 3 oydan keyin mana 1 yil muddatli qaraydigan bo'lsangiz, конечно же, уже полностью sizda immunitet deymiz-ku, mana kasal bo'lsangiz, immunitetingiz paydo bo'ladi. Sizda organizmingiz kurashadi, sizni sog'lom qiladi. Sizda ham rus tiliga nisbatan immunitet paydo bo'ladi. Realni har kuni shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizga уже настроениеңiz bormi, yo'qmi, uxladingizmi, yo'qmi, yedingizmi, yemadingizmi, yo'qmi, farqi yo'q. Realni har kuni shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizda intizom shakllanadi, immunitet paydo bo'ladi rus tiliga nisbatan. То есть реально 1 oydan keyin o'sha natijalarni ko'rishni boshlaysiz sekin-sekin, 3 oydan keyin уже более-менее yana ham kattaroq natijalar, уже eshitishni, tushunishni boshlaysiz. 1 yil miqyosida oladigan bo'lsak, там, конечно же, уже реальные результаты, ya'ni natijalar bo'ladi. Faqat yana bir eslatib o'taman, bu kunlik intizomli mashqlar bo'lsa. Xulosa qilib aytganda, ya'ni realni har kuni shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz rus tilida gapirishni boshlaysiz. То есть самое важное, то есть kam bo'lsa ham, lekin har kuni shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz rus tilida razговорga chiqa olasiz. То есть самое важное shu intizom, har kunlik, kam bo'lsa ham, realni har kuni shug'ullanishingiz. Va mana shu metodga asoslangan holda men maxsus dastur tuzib chiqdim. Aynan ilmiy isbotlangan.
То есть u havodan olinmagan, men umuman polностью hammasini ko'rib chiqdim, o'rganib chiqdim, har xil o'quvchilar bilan ishlab ko'rdim. Haftasiga 2 marta, 3 marta dars qilib ko'rdim, har kuni o'qib ko'rdim. То есть har xil formatda ishlab ko'rgan holda ilmiy isbotlangan maxsus dastur ishlab chiqdim. Ana shunga asoslangan holda siz shug'ullanadigan bo'lsangiz, rus tilida razговорga chiqa olasiz. Mana shu dasturda, ya'ni o'quvchilarda natija real bo'lgan. То есть aytganimdek, mana shu yarim yil davomida men и так 10 yil tajribam bor. Undan tashqari mana shu yarim yil shu metodga urg'u qilib ishlab ko'rdim. И, конечно же, kutib oling, bu hali hech qayerda yo'q. Aynan sizlar uchun maxsus mana aytib o'tyapman. Bu maxsus dastur qanaqa bo'ladi, qanaqasiga o'rganasiz va qanaqasiga natijaga chiqishingiz mumkin. Rus tili har kuni mashqlar to'plami. Aynan mana shuni ustida biz jamoamiz bilan juda ham ko'p ishladik. Ko'rganingizdek, mana prezentatsiyada chiroyligina bizni ilovamiz. Mana shu ilovadan maza qilib foydalanib, rus tilida gapirishingiz mumkin bo'ladi. Keling, tasavvur qilib ko'ring. Siz gapirishni boshlashingiz uchun konkretniy mashqlar kerak. Ya'ni siz grammatikani bazasini bilishingiz kerak, lug'atingiz bo'lishi kerak, eshitishni bilishingiz kerak, ну и конечно же gapirishga qaratilgan mashqlar bo'lishi juda ham muhim. И konkretni mana shu mashqlarni biz ilovaga kiritib chiqamiz. Har kuni sizni gapirishingiz uchun, lug'atingiz boyligi oshishi uchun, grammatika va har bir yo'nalish bo'yicha sizda mashqlar to'plami bo'ladi. То есть ko'pchilik rus tilida nima deydi? Shug'ullanmoqchi bo'lsam, nimadan foydalanishni bilmayman. То есть grammatический mavzular ko'p, lekin eshitish qobiliyati, gapirish, aynan lug'at boyligida shuni hammasiga asoslangan, shuni praktika qiladigan vazifalar topa olmayman deydi. То есть ko'pchilik o'quvchilar rus tilini endi shug'ullanaman deb o'tirganida ko'p vaqti vazifa qidirish bilan nima shug'ullansam ekan, qaysi kitobni o'qisam ekan, nima vazifani bajarsam ekan degan savol bilan o'tib ketadi. Shundan keyin, конечно, 1 soat u ma'lumotni qidirganingizdan keyin rus tilida shug'ullangingiz ham kelmay qoladi. Biz как раз taки mana shu ma'lumotlarni, mana shu mashqlarni ilovaga har kunlik mashqlar qilib kiritib chiqqanmiz. Har birini tanlab olganmiz. Har biri o'sha amaliyotdan o'tgan, o'quvchilar bilan ishlab ko'ringan. Buni hammasini ilovaga kiritib, sizdan faqat mana shu maxsus tayyorlangan, tanlab olingan vazifalarni har kuni bajarishingiz kerak bo'ladi. То есть sizdan talab qilinadigan narsa mana shu. И gapirishingiz uchun maxsus mashqlar bor. То есть здесь смотрите, taqlid mashqi, shadowing deyiladi-da ingliz tilida. Eshitib bajaradigan mashqlar bor, savollarga javoblar bor. Ya'ni masalan, ovqat deylik, ovqat bo'yicha, apteka bo'lsa, aptekada, dorixonada, ko'chada bo'lsa, ko'chada. То есть har bir hayotda kerak bo'ladigan mavzularga maxsus savollar bor, uni javoblari ham bor. Ya'ni ha savol savolga javob bera olmasam-chi deydigan bo'lsangiz, u savolga premyerniy javoblar ham bor. Mana shu javoblarga qarab, ha, bunaqasiga ham javob bersa bo'lar ekan, shu so'zlarni ham ishlatsa bo'lar ekan degan narsa bo'ladi. Ну и, конечно же, AI bilan gaplashish funksiyasi ham bor, ya'ni sun'iy intellekt bilan. Bilasizlar, sun'iy intellekt hozirgi kunda juda ham muhim rolni egallaydi va bu yerda ham siz gaplashishingiz mumkin. То есть gapirishingiz uchun juda ko'pchilik nima qiladi? So'zlarni yodlaydi, lug'ati bo'ladi, но uni praktikada qo'llash yo'q. И как раз таки mana shu yerda savollarga javoblarda prям konkretniy savol bor, и savolga примерный javobi ham bor. Mana shu yodlagan so'zlaringizni qanaqasiga qo'llashingiz mumkin, realni ko'ra olasiz. Keyingisi umumiy qaranglar, 4 ta ko'nikmani bir joyda ko'radigan bo'lsak, ya'ni lug'at, biz aytamiz никак, да, конечно же, audio mashq, gapirishga qaratilgan mashqlar, ну и, конечно же, bazaviy grammatika, eng muhim grammatikani mavzulari bo'ladi. То есть realni gapirib ketishingiz uchun prям fundament hamma vazifalar bo'ladi sizda har kuni. Bu yerda grammatika har kuni bo'lmaydi, ya'ni muhim mavzularni o'sha maxsus bir kunlarida qaratilgan bo'ladi. То есть здесь конкретная программа, ya'ni dasturda o'zini har bir vazifani, har bir o'zini kuni bo'ladi, vazifalar har kuni globni jo'natiladi. AI suhbatdoshimiz, ya'ni sun'iy intellekt bilan gaplashish uchun bizda maxsus bot bo'ladi. U botga kirasiz, audiozni jo'natasiz yoki SMS tarzida yozishingiz mumkin va u sizni xatolaringizni tekshirib ko'rib beradi. Ya'ni sizda yana bir suhbatdosh paydo bo'ladi. Bu uchun alohida nimadir yuklab olish shart emas, botni o'zida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va hafta oxirida, конечно же, bir hafta davomida nimadir o'rganasiz qaysidir mavzuda. Hafta oxirida imtihon va nazorat bo'ladi. Hafta davomida yodlagan so'zlaringizni tekshirib olishingiz mumkin, qanchalik o'zlashtirdingiz va og'zaki qismi ham bo'ladi. Savollar bo'ladi, u savollarga javoblar bo'ladi. Ya'ni
polностью ko'rib chiqa olishingiz uchun A nuqtangiz qanaqa edi va haftani oxirida B nuqtangiz qanaqa. Va umumiy qilib olganda prezentatsiyani skrinshot qilib olishingiz mumkin. Dasturda nimalar bo'ladi? Aytib o'tganimdek, har kuni sizda tayyor dars bo'ladi. 60 kun davomida konkretni tanlab olingan, realniy razgovorga chiqish uchun qaratilgan konkretni mashqlar bo'ladi. 60 kun davomida. Gapirishingiz uchun maxsus mashqlar bo'ladi. O'sha yodlagan so'zlaringizni, iboralarni qo'llash uchun konkretni gapirishingiz uchun qaratilgan mashqlar. Конечно же, to'rtta ko'nikma bitta joyda bo'ladi. Ko'rsatib o'tganimdek, har kuni har xil vazifalar tashlanadi. Eshitishingiz uchun, o'qishingiz uchun, yodlashingiz uchun, gapirishingiz uchun-da. AI suhbatdoshimiz haqida ham aytib o'tdim. Yozma tarzda, og'zaki tarzda tekshirishingiz mumkin. Ну и, конечно же, hafta oxirida, har hafta oxirida eslatib o'taman-da, imtihon va nazorat bo'ladi. Qanchalik shu bir haftalik programmani, ya'ni dasturni siz o'zlashtirganingizda ko'rib borishingiz mumkin. Ну и, конечно же, bo'lishi mumkin kimdir motivatsiyasi tushib ketib, bajarmay qolishi mumkin 1 kun, 2 kun. Bizga buni hammasi ko'rinib turadi, ya'ni bizga ma'lumot keladi. Mana shu o'quvchi 1 kundan beri, 3 kundan beri vazifani bajarmayapti degan sразу SMS keladi, bizga ko'rinadi. Ну и, конечно же, bizning adminlarimiz sizlarga aloqaga chiqadi. Sizlarni tinch qo'ymaymiz. Raz dasturni oldingizmi, o'qimoqchimisiz? Biz tomondan shu taraflama поддержка bo'ladi. Ya'ni realni sizga SMS boradi, aloqaga chiqiladi, nimaga o'qimayapsan yoki nimaga qilmayapsan degan narsa bo'ladi. То есть sizlar tomonidan har kunlik mashqlar muhim bajarish, biz tomondan ham bunaqa nazorat bo'ladi. Va mana shu dasturni o'qib bo'lganingizdan keyin qanaqa natijalarga erishasiz? Ya'ni rus tilida gapirishni boshlaysiz, realni mehnat qilsangiz, prosta sotib olib, ha, ilova ekan deb bundoq tiqich qilib o'tiradigan bo'lsangiz, net, natija bo'lmaydi. Realni har kuni mashqlarni bajaradigan bo'lsangiz, eshitish kerak deb eshitish vazifasi, gapirish kerak, gapirish vazifasini, hamma vazifalarni bajarsangiz, конечно же, natijaga erishasiz. Qo'rquvdan xalos bo'lasiz va наконец-таки gapirishni наконец-таки o'sha bilgan narsalaringizni, o'sha hayotingizda qo'llashni boshlaysiz. Ну и, конечно же, ruslarni yaxshiroq tushunishni boshlaysiz. То есть Вроде бы undan oldin bilgan bo'lishingiz mumkin, bilmagan bo'lishingiz mumkin, lekin o'sha bizda strukturni, tizimli, bir-biriga ulangan o'sha mavzular, mashqlar, hammasini hayotda qo'llay olishingiz uchun qaratilgan bo'ladi. То есть конкретно siz o'sha real hayotda qo'llashni boshlaysiz bilgan narsalaringizni. Endi narxiga keladigan bo'lsak, judayam ko'pchilik Telegram kanalida ham so'rashdi, Instagramda ham so'rashdi. Shu ilova haqida ozgina aytib o'tganimda, qachon ochiladi, ayting, qanaqa bo'ladi deb judayam ko'pchilik kutdi. Va real narxi biz bu ilovani ustida bilasizlar, hozirgi kunda ilova yaratish uchun qanaqa jamoa kerak-da, to есть dasturchi kerak bo'ladi, marketolog, bu bilasizlar juda ham ishchi ko'p bo'lish kerak. Biz shu jamoamiz bilan ilovani ustida juda ko'p ishladik, har xil qilib ko'rdik. Ishonasizlarmi bilmayman, o'sha bitta mavzuni men 10 martalab qilib ko'rdim. Bunaqa formatda, bunaqa mashq ko'raylik, bunaqa qilaylik. O'quvchilar bilan ishlab ko'rib, shu mana shu yerda как раз meni ham intizomimni tekshiruv bo'ldi. Aytganim sizlardan talab qilyapman-ku, mana har kuni intizomli mashq qilinglar deb. Mendan ham shu ilova, dastur talab qildi. Har kuni intizomli shu mashqlarni yarat degan ma'noda. Chunki bitta mashqni, bitta mavzuni qilib bo'lganingizdan keyin uni test qilib ko'rasizda. O'quvchilar bilan test qilib ko'rdik. Nimadir o'xshadi, men bu mashq вообще bo'lmas ekan, men mashq bo'lar ekan deb, umuman har xil metodlarga qarab ko'rdik va ishlaydigan eng muhimlarini olib qoldik. Shu mehnatimizda umumiy jamoaviy ishlashimiz shu 60 kunlik dastur narxi 2.699.000 deb belgiladik. То есть realni eng muhim mavzular, mashqlar hammasi sizlarga berilgan, taqdim qilingan. Sizdan faqat shu har kuni bajarish talab qilinadi. Ну, конечно же, я не могу просто так это оставить, да, то есть sizlarga, конечно же, chegirmali narxi bor. Bu 1.699.000 60 kun uchun, ya'ni 2 oy uchun. 2 oylik dastur, lekin sizga dostуп 3 oyga beriladi, ya'ni 1 oy qo'shimcha yana takrorlab ko'rib chiqishingiz uchun dostуп 3 oyga beriladigan shu dastur chegirmali narxda 1.699.000. Ну, просто представьте, ya'ni tasavvur qiling, sizda konkretno o'sha plan bor, har kunlik
vazifalar bor. Ya'ni A nuqtangizni bilasiz, men bilan har kuni bajarasan, B nuqtangiz mana bunaqa bo'ladi degan. No, konkretni nima o'rganaman, nima qilaman, qaysidan boshlayman, qaysidan tugataman, qanaqasiga tekshiraman degan savol umuman yo'q. Sizdan faqat talab qilinadigan narsa o'sha bor narsani bosib, o'rganib, ko'rib, gapirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Вот. И, конечно же, mani doim kuzatadigan, mani doim поддержка qiladigan o'quvchilarim, obunachilarim, mani birinchi marta ko'rib turgan insonlar bo'lishi mumkin balkim. Sizlar uchun maxsus narx bu 2 oy uchun, ya'ni 2 oylik dastur uchun, так 3 oy доступda 699 ming. Представляете, это, такая смешная цена на самом деле. Judayam simvolичный narx men uchun. Bu 2 oylik dastur, конкретный tizimli dastur uchun такая цена. Вот. То есть 699 ming 2 oylik 60 kunlik dastur uchun narx bo'ladi. Ну и конечно же bu hammasi emas. Sizda nafaqat mana shu dastur bo'ladi 60 kunlikda, jonli darslar ham bo'ladi. Ya'ni men tomonimdan jonli darslar bo'ladi. U darslarda как раз savollaringizni berishinglar mumkin bo'ladi. Keyingisi qo'lingizda ilova bo'ladi. Mana shu ilovadan hammasidan foydalanasiz. Hamma narsa o'sha yerga yuklangan bo'ladi. Alohida nimadirlarni skachat qilib, PDF yana nimadirlarni qilish shart emas. Shu ilovani o'zida hamma narsa bo'ladi. Kirib o'sha yerdan olib olasiz. Keyingisi AI suhbatdoshingiz bo'ladi. Ya'ni siz bemalol yozishib, gaplashib, realni ovoz, audio jo'natib, sun'iy intellekt bilan gaplashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Baza kursi bo'ladi. Baza kursida mana shu grammatikani eng muhim mavzulari. То есть nimaga asoslangan bo'lsa o'sha rodda, eng asosiysi o'sha moya новая kvartira, moya новая mashinada bemalol ishlata olishingiz uchun baza kursi bo'ladi. Va yopiq Telegram guruh bo'ladi. U guruhda bir-biringlar bilan suhbatlashish turish uchun, savollar berish uchun umumiy yopiq Telegram guruh bo'ladi. Ну и, конечно же, hafta oxirida razgovor imtihoningiz bo'ladi. Chunki doim nazorat bo'lishi muhim. Nimadan boshladim va nima bilan tugatyapman, qanaqa natijaga egaman deb. Bu yerda, конечно же, sal real qaraydigan bo'lsak, juda ko'pchilik shu imtihondan, biz mana imtihon qilib ko'rdik o'quvchilarimiz bilan, qochishadi juda ko'pchilik, chunki real faktni ko'rgisi kelmaydi. Chunki juda ko'pchilik kurslarni oladi-da, chala-chulpa nimadirlar qilib o'rganadi, в итоге kimnidir ayblab qo'yish osonroq bo'ladi. Bizda o'shaning uchun haftalik imtihonlar bor. Mana hafta boshida mana shu mavzulardan boshlading, o'rganding, hafta oxirida mana imtihon topshirdi. O'shanda как раз ko'ra olasiz. 10% ga bildim, 20% ga 30, 50, 60 и так далее. O'qigan odam natija qiladi. O'qimaganlar qochadi. Oy deydi, u bahona qiladi, u qiladi, bu qiladi. Но здесь так не получится. Bu yerda o'sha razgovor imtihoni bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shuncha narsa, 60 kunlik maxsus mashqlar to'plami, shuncha dars men bilan, ilova bo'ladi qo'lingizda, suhbatdoshingiz bo'ladi, imtihon bo'ladi, yopiq guruh bo'ladi, baza kursi bo'ladi. Umuman narxiga mosmi? Nima deb o'ylaysiz? 2 oy uchun birchun. 3 oylik dostup bilan получается-da, umumiy 3 oy dostup bo'ladi. И 2 oylik dastur. Taxminan hisoblaydigan bo'lsak, o'sha kunlik mashqingiz примерно 11 mingdan tushyapti. O'sha 699 ming 2 oyga bo'ladigan bo'lsangiz, 11 mingdan примерно tushadi. Это реально смешная цена. То есть 11 ming реально shuncha narsani olish uchun, я думаю, что стоит. Ana endi men bilan rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, realni mehnat qilmoqchi bo'lsangiz, просто kursni sotib olish emas. Realni mehnat qilmoqchi bo'lsangiz, motivatsiya tushib ketgan payti ham yo'q, men baribir o'rganaman deb har kuni mashqlarni qilishga tayyor bo'lsangiz, qanday to'lov qilaman degan savol paydo bo'lgan bo'lsa, izohda adminga yozish uchun havola qoldirganmiz. Ya'ni o'sha adminga yozishingiz mumkin Telegramdan. Mana shu dasturni olmoqchiman deb. O'sha Zamira Turganbayeva adminiga yozasiz va sizga javob berishadi. Biz bilan davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Izohga o'tib, izohlarda o'sha adminga havola qoldirganman. Havolani topasiz, mana Telegram orqali yozasiz, Telegramdagi ko'rinishi va конечно же dasturga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol adminga yozasiz, sizga javob beradi. Ну, конечно же, har kuni real mehnat qilib rus tilini o'rganaman desangiz, dasturda ko'rishguncha.